Dunyodagi hamma jonliqlar bir xil tabiat qonuniyatidan qochib qutulolmaydi. U bo'lsa-mu o'lim. Hayvonlar insonlarda ko'p hissiyotga ega bo'lmaganligi uchun o'lim oldida ko'p ta'sirotga ega bo'la olmaydi. Lekin insonlar hissiyotga mo'l bir xil jonliq bo'lish sifati bilan o'limga nisbatan qo'rqinish, qayg'u-hasrat, qiymaslik qatorliq ifodalarni his qila oladi. O'lim oldidagi bu kayfiyatlar intayin murakkab bo'lib, boshqa jonliqlarning his qila olishi bir qadar qiyin. Undaqda odam o'zining o'lgandan keyingi qanday tuyg'uda bo'lganligini tunib yetalamdi. Tadqiqotchilar nurg'un o'lim girdobi oldidan qaytib kelgan bemorlarni umumyuzlik tadqiq qilgandan keyin buningga asosan javob topdi. Mikla ismli bir yigit 17 yoshida og'ir hodisiga uchrab, qazo qilish girdobiga berib qolgan. Uning aslishiga asoslanganda, ayni chog'da u cho'nqur bir qorong'ulik ichida bo'lib, hech qanday ovozni anglay olmagan, ham hech qanday ko'rinishni ko'ra olmagan. Bu chog'da u cheksiz qo'rqinish his qilgan. Ammo uzun o'tmaydi yana uning ko'z oldida cheksiz bir nur paydo bo'lgan. Shu chog'da u bara-bara nurga yaqinlashgan sari uningdagi qo'rqinish yo'qolib ketgan. Mikla yana uning bir xil tinch ham xotirjam tuyg'u bilan o'ralganligini aytgan. Shu chog'da u yana nurning borgan sari o'zini tortib his qilgan. Yer sharining yana bir tarafida yana bir nafar o'lish girdobiga berib qolgan bemormi mushuningga o'xshash voqeani boshdan kechirgan. U kasal karvotida yotganda intayin ojiz bir xotirani saqlab qolgan. Dastlabda u intayin azoblangan. U aslishida mundaq degan. Shu chog'da uning kallasi butunlay bir xil chirqirgan ovoz bilan to'lgan bo'lib, o'zini xuddi bir qop-qorong'u to'nilda mongandek his qilgan. Orqada yana bir xil mehribon muhabbat uni qo'rshib olgan. Keyin yana uning deb berishicha, u o'zini intayin hayron qolgan. Chunki u o'limning bir xil ozodlik ekanligini o'ylab boqmagan. Xuddi hayotidagi barliq eng xushal minutlar shu daqiqaga mujassamlangan. Tadqiqotchilar bu xil nurg'un o'lim og'zidan qaytib kelgan bemorlarning bu tuyg'usini o'lim oldidagi bir xil tunishuv deb qaradi. Bu xil bemorlarning mingsida saqlanib qolgan bu xil go'zal tuyg'ular boshqa yil va davrlar bilan munosabatsiz bo'lib, bu cho'ng meni chiqargan bir xil reaksiya deb qaragan. Bu insonlarning o'lim girdobiga berib qolgan chog'dagi inkosi va tangshash obyektiv nazariyasi bilan munosabatli ekan. Tangshash obyektiv asli nazariyasida bir xil ifodalash harakati uchurning eqib ketishi deb ataladi. Nurg'un kishilar o'limni boshdan kechirish shu odamning haddi hisobsiz azobini, shundaqla qo'rqitganlarga bo'lgan sig'inishini ifodalaydi deb qaraydi. Amaliyot cho'ng miyaning o'zini qo'g'dash mexanikasi bo'lg'achqa, u xatar ishida qolganda o'zini gipnoz qilishga boshlaydi. Buning bilan bir xil go'zal xayol paydo bo'ladi. Holbuki insonlar o'lish oldida bu xil sezimning paydo bo'lishi o'lim bilan bo'lgan vahimani bo'shashtirib, his qilib boqmagan bir xil go'zal, tinch holatni ifodalaydi.